Tak, biz o'ngga ketishimiz Ha, kerak. o'ngga ketamiz, o'rtoq. Brat, siqib qo'ydingman mashinani. Pavrochi yoqqanman. Qo'ydinglar. Men bunga qarayapti. Cho'to jahlini chiqazding, o'rtoq. Men pavrochiga yoqdim-ku, pavrochi yoqib qayryapman. Brat ishni siqganim yo'q lekin. Cho'to uzr so'rab qo'y, yomon qarayapti lekin. Yo'q, men siqmadimmi yo'lini? Mana qaragin, qarab turishini, o'rtoq, meni qo'rqityapti bu. Ketdimi? Qara, ketdimi? Qayerda ketadi, turibdi, qo'y. Orqa oynadan endi qarayapti, o'rtoq. Ha, biz atalib qilmadik-ku, to'g'rimi? Men nima uzr so'rayman? Men atalib siqqanim yo'q. Pavrochi yoqdim, o'zi orqamdan tiqilib kelib qoldi. Kuzatib yuribdi menimcha, o'rtoq. Men bunga qarayapti. Bandan bo'lyapti o'sha. Brat. Ana okami yana siqib qo'ygan. Uzr so'ramading. Endi men uzr so'rayman. Men atalib siqqanim yo'q yo'lini. Qo'rqityapti-da. Yuring, zarurat gaplashamiz, okey, yuring. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yaqinlar, da Instagramda ko'p o'tirmadim, lekin sizlar uchun Ye. Tushunmadim. yangiligim bor. Xullas, bugun Yo, rostdan ham yo'lini siqib qo'ydimmikan, uzr so'rab qo'yaymi? Atalib siqqanim yo'q yo'lini, xo'p. Oka, assalomu alaykum. Oka, ming bor uzr, bugun ertalab yo'lingiz bilmasdan siqib qo'ydim. Uzr, ha? Oh, xudoga shukr, kimdir urilib ketdi, qutuldim bu odamdan.